5 fevral G'ulji inqilobi Sharqiy Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharqiy Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoni ovozi. To'lgan badallar, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoni ovozni Uyg'ur tarixining oltin batlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shahid bo'lgan barliq Sharq Turkiston o'g'il qizlariga Allah jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. Jannatul firdavs ato qilsin. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abduqodir. Mikrofonda Abdusalom Uyg'ur. Uyg'ur mahallalari mustahkam qo'rg'on. Uyg'ur mahallalari, Uyg'ur mashrabları, Uyg'ur futboli, Uyg'ur xalq naqshlari Uyg'urlarning davlati. Gerçi Uyg'ur xalqini dunyoda intayin qudratli deb qaralgan bir harbiy kuch kontrol qilib tursimi, Uyg'urlar bu davlatlari bilan asrlarga ulab, Xitoyning har qaysi davrlarda yurgizgan assimilyatsiya siyosatini mansitmay keldi. Uyg'ur mahallari o'lmasin, Uyg'ur mashrablari o'lmasin, millat ölmesin. Her milletning o'ziga xos narsalari bo'ladi. Bu her odamning o'ziga xos narsalari bo'lganga o'xshaydi. Uyg'ur mahallari Uyg'ur xalqining o'ziga xos qimmatlik narsasi. Uyg'ur mahallalari uzoq tarixlardan buyon mustamlikachilarning Uyg'ur madaniyati, diniy e'tiqodi va milliy kimligini yo'qotish uchun o'ynagan yili mikrlarni bitchit qilib kelgan mustahkam qo'rg'on. Uyg'ur mahallalari Uyg'ur milliy ruhiyatining jug'lanmasi. Vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur mahalliy madaniyatini saqlab qoladigan G'ulja, Qashqar, Xotan, Qumul,
Ақсу, Kuchar qatarlıq joylarda Uyg'urlarning jangovar ruhiyatimi saqlanib kelgan. İslahat içivetiş ve g'arbni ichish deydigan shikar yaltilgan shuarlar bilan vatanimizga shundaqla G'ulji shahriga bosib kirgan Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarning go'zal mahallarini dastlab chayladi. Gülgiya, bağu çimenlik bilen çıkışalmaydıgan Xitay oqqunlari, ne qimmatlik qo'g'dilindigan rayonlarimizni, bağu bostanlıklarimizni, sayohat rayonlarimizni axlatxonaga aylantirib qo'ydi. Ular birmi Xitay aralashib baxmagan sap Uyg'ur mahallaridan andisha va qo'rqinch his qilatdi. Gah bu mahallalar ular uchun xuddi shiddat bilan yopirilib kelayotgan tsunamini eslatsa, gah g'azab bilan hujum qilib kelayotgan shir yo'lbos va bo'rlar to'pini eslatdi. Her kuni charlash ilib bordigan Xitoy askarlari nazaridagi G'ulji mahallari sirliq va qo'rqinchli joy hisoblanadi. Ular Jiroq Jojang, Jiangsu qatorliq ishkiri Xitoy o'lkalaridan Sharq Turkistonga kelib o'lib ketishdan intayin qo'rqatdi. Dar haqiqat ular Sharq Turkistonga kelgandan buyon sunniy holatda Uyg'urlar bilan yaxshi munosabat o'rnatib keldi. Askarlar Xitoylar bilan Uyg'urlarning mangu yaxshi munosabat o'rnatolmaydiganligini, agar Xitoy ozodlik armiyasi va Bington bo'lmagan ahvol ostida bu vatanda Xitoylarning bir kunmi aromida yasholmaydiganligini yaxshi biladi. G'ulji shahridagi mashhur Tashlabki bozoridan shimoliy yo'linish bo'yicha manganda O'zbek mahallasi, Davlatbog' mahallasi, Topterak mahallasi, Tojivoy mahallasi, To'ram mahallasi, G'o'pirbay mahallasi, Qozonchi mahallasi, Ko'nchi, Uchto'kan, To'rtto'kan, To'pchi mahallasi, Toshko'rik mahallasi, Og'u mahallasi qatorliq sanjaq Uyg'ur mahallalari so'zilib yotadi. Sharqdan g'arbga, shimoldan janubga so'zilib o'zaro giralishib ketgan bu mahallalar to'pi goh mustahkam po'lat zanjirlar to'pini eslatsa, goh mo'rni mo'riga tirab milliy kimligini qo'g'dab qilish uchun kurash qilayotgan qorovullarga o'xshaydi. Bu mahallalar rivoyatlardagi yerling toshimdak yerilib, qanchilgan zulm va qiyin qistoq azobida ingirgan Uyg'ur farzandlariga vaqtliq bo'lsa-mu boshpanoh bo'lib keldi. Mahaldan iborat bu po'lat qo'rg'on Xitoy qo'g'ligan qanchilgan erkinlik jangchilarini o'z qo'yniga ilib, ularga panohlik berdi. Uyg'ur mahallari tep-tinish va cheksiz ketgan dengizdek ko'ringani bilan barliq inqiloblarning o'chig'i edi. Uyg'ur mahallari mahalla degan nomi bilanla xuddi Xitoyga qarshi yoshirun yer osti tashkilotiga o'xshaydi. Uyg'ur mahallari kulki chaqchaq soz nag'mlari bilan beg'am va bexuddak ko'ringani bilan o'yg'oq va hushyor edi. Bizning sanjaq Uyg'ur mahallarimiz Xitoy mustamlik qilib olgan 60 yildan buyon Uyg'ur madaniyati, diniy e'tiqodi va milliy kimligini qo'g'dab qilishda muhim hassa qo'shib kelmoqda. Mahallasi bo'lmagan millatning hech nimasi bo'lmaydi. O'z madaniyati, diniy e'tiqodi va urf odatlarini o'z ichiga olgan, o'z narsalaridan tez yiroqlashib ketadi. Uyg'ur mahallarida o'tkaziladigan to'y-to'kin, nazir chiroq, mashrab, kulki chaqchaq va latifa so'rinlari va futbol suyar ruhi, Xitoy siyosatbozligi va shuarvozligidan xoli xosliklardir. Uyg'urlarning Uyg'ur bo'lib hozirgacha saqlanib qolishidagi muhim omillardir. G'ulji xalqi har qaysi davrlarda beshiga kelgan eng og'ir kulfat va zulmlarni mana mushundaq turmush purqiga boy mahallari orqali yengib keldi.
Suyumlik Uyg'ur mahallalarida yıldız tartib mustahkamlanib kelgan ili xalq naqshlari, ili xalqining Xitoy ilib kelgan shuncha zulmlarni yengib, ro'yi mavjudligini saqlab qilishidagi yana bir mustahkam po'lat qo'rg'ondir. İli xalq naqshlari naqshi emas, daston. İli xalq naqshlari naqshi emas, Xitoyga qarshi namoyishlarda tovlangan shuarlarning muzika bilan kirishtirilishi. İli xalq naqshlari naqshi emas, Uyg'ur xalqining ochiq kashmishlarining og'zaki saqlanib qilishi. Ana vatan senin takdir, ramduzar kursan. Canım yat elde halını sorsan, şahane kasirle kepençilik yok. Güzel yurdum ol gidek makamim tursan. İli vadisidagi Uyg'ur mahallari bilan ili xalq naqshlari va ili chaqchaqlari o'zaro giralishib, jipslashib ketgan tan bilan jon. G'ulji mahallari ili xalq naqshlari bilan ili chaqchaqlarini yetishtirgan tavlig'an oq bosh ona. Albatta, Xitoyning G'ulji shahrini o'z ichiga olgan butun Sharq Turkistondagi andishisi o'zaro giralishib, jipslashib ketgan Uyg'ur mahallari edi. Xitoylar nazarda sap Uyg'ur mahallari bukkida qorong'u va sirliq issiqbalvoq o'rmonliqlariga o'xshaydi. Xitoylar birmi Xitoy aralashmagan sap Uyg'ur mahallarida nimalar bo'layotganligini bilolmay andishi ichida edi. Xitoylar Uyg'ur mahallariga muoshliq ayg'oqchilar va quloqlarni yerlashtiribmi unumli natijaga erisholmadi. Bu chantolarning mahallari xatarlik. Ularning bu to'pini buzib o'tish kerak. Kulini osmonga so'rib o'tish kerak deydi, yuraklari etishqon oldi. Xitoy tajovuzchilari Uyg'ur mahallariga bosib kirish va buzish cheqish planini tunji bo'lib 90-yillarda G'ulji shahar Xanbin yezisida boshladi. Ular Xanbin yezisida taraqqiyot rayoni quramiz degan bahona bilan dastlabda 40 oylik dehqonning qo'liga 40-50 ming Xitoy puli berib, ularning munbat terilg'u yerlarini tortib olib, bu oltin qo'ziqni ishkirdan kelgan oqqon Xitoylarning tovar uy setishi va Sharq Turkistondan iborat bu jo'grafiyada makonlashishi uchun zamin hozirlab berdi. Bu oqqon Xitoylar Xanbin yezisida yuzlarcha va minglarcha tovar uylarni silib, 50 yoki 60 kvadrat metrlik tovar uylarni necha 100 ming Xitoy puliga setib, Sharq Turkistonga kelgan qisqagina vaqt ichida intayin tez beyib ketdi. Bu zaminning haqdor egalari bo'lgan Xanbin yezisidagi dehqonlarning bu uylarni setib olishga qurbi yetmaydi. Aslida bu Xitoy tajovuzchilarining atalmış taraqqiyot rayoni quramiz degan shuar ostida Uyg'ur mahallarini buzish, Uyg'ur dehqonlarini abgalashtirish va namratlashtirish xuddi suvsiz qog'jirgan ko'l jaziridek tashlab qo'yish yilisi edi. Dehqon albatta yer bilan dehqon edi. Agar insonlarning eng aqalli va eng to'van darajadagi insoniy haqlaridan so'z etishga to'g'ri kelganda, bu rayonlarda taraqqiyot rayoni qurishning haqdor egalari yanada Uyg'ur dehqonlari edi. Xitoy hukumati Uyg'ur dehqonlarini tashkillab, pay qo'shish, yer chiqarish va hukumat banki yordami berish qatorliq usullar orqali bundaq taraqqiyot rayonlarini qurib, Uyg'ur dehqonlarini beyish yo'liga boshlag'ili bo'ladi. Ammo bu yerda nurg'unlagan suiqasd va planlar yoshiringan edi. Maqsad Uyg'ur mahallarini buzish, Uyg'ur dehqonlarini namratlashtirish.
2000 yılga kelganda Xitoy tajovuzchilari shahar qurilishini kengaytirish degan nom ostida G'ulji shahrining g'arb tarafiga joylashgan 3 darvoza, Novigorod qatorliq mahallalardagi nurg'unlagan Uyg'urlarning qoro joylarini azon bahoda majbur setib olib, shahar yo'llarini kengaytirish qurilishi olib bordi. Aslidagi Ahmadjon Qosimi nomidagi tarixiy ko'chalarning nomlarini ko'rib tashlab etib, Jansu yo'li, Sichuan yo'li degandek nomlarni qo'ydi. Aslidagi bukkida oq teraklik eriq suvlari shildirlab eqib turadigan 3 darvoza ko'chalarini buzib dasab yanjib, nurg'unlagan tovar uylarni silib, ichkiri o'lkalardan Xitoy oqqunlarini yo'tkab kelib, Uyg'ur mahallariga aralashtirib 2000 yillarda Xitoy tajovuzchilari elib borgan shahar qurilishini kengaytirish suiqasdida nurg'unlagan go'zal Uyg'ur mahallari vayron bo'ldi. Tövəndə G'ulji shahrida qoro joyi Xitoylar tarafidan majbur tortib olingan bir Uyg'ur ayolning ahuzarga quloq solayli. Şu bitim turardı, ben korkmaymadım. Korkmaymasam şundan mecbur aşı kollarımdaki bayraklarını sındırıp tartıp kollarımda tepet aşağıda diyen. Aşağı diyen. Aşağılıkın yeminin ki mıltıkma paynaslarla vurup başına kapışına onları geldim. Mecbur aşı yugan bir men belki karıya kaçıyor. Şu karıya kaçtı, işin olsun ama karıya kaçtı geldi. İştirip beni aşına kaçıyor. Tamam bırak. Karıya kaçtı, kıçaklayasam. Kıçaklayasam 5-6 diye vurup beni diye aşağıda diye. Kollarım diye karıya başına kaçıyor. Bayrak üstüne karısına koysaçtı diye bayrak. Bayrak üstüne kaçamayız tamam mı? Sinan dedik kan. Ola bir aşağı kızı falan da hükümet tutsa bu diye. Ben de diye şöyle oğam dokumadım diye. Şöyle oğam pulum oğam yet diye. Ola bir nasıl. Annem ben bu ziyaret çekeyim. Çoğu düşler. Seksizlik kırıp. 2001 şöyle okuyup da ola bir nasıl. Şunu oğam pulum açmak acaktırmasam diye. Ben öleceğimden pulum olsun diye. Ola bekten de kaptım diye. Diysem bulandıran karamış. Öyle kötücüğüm diye iştirip beni diye hesap ettiler. Bu sosyallik cemiyet bağımı yapmamı hiç bilemeli kaldım o ben. Qanchalik cho'nliq qo'rajayimiz Bir metre ya bir moya tegara öyle bir moya. Ona diyen nurg'un meyçilerim var diye benim tepkikten. Nurg'un daraklarım var tegara öyle diye. Çileklerini sulamay tepkikten tümeceydi. Qanchalik pul beramiz dedimi, sizga pul berdimi yo hech qanday pul bermay tatib oldimi? Hiç qanday pul bermedi. 33 ming ekim chiqdi deydi. 33 ming ekim degan gapni 55 ming olgan desa, do'g'rining Go'g'iston pul qitamalar tursa, adiliyat o'tgan tursa men qaram. O sizni qo'rajayimiz bir boylik chiqadigan bir yerga yoki muhim qurilishlarga to'g'ri kelib qolibdimi yo ishkirdan kelgan Nədikini ana kayfa aldı da qaçaq idi o ana. kayfa? Kayfa aldı da ben polis aldı o aşağıya. Ben ki acil topulan işte geldi diye topulan işte düşüyorsam diye daha bırakırım hırıp boğan aldı. Topulan işte düşüyorsam diye o topulan diye beni iştirip diye topu gündüz kaldıracağım. Kıtlar diye her kıda dokuran her kıda. O kelganlarning hammasi Uyg'urmi? Ijro qilib Uyg'urlar kelganlar. bakarsın bağlamıştı. Qaysi o'rinlarning keldi? Yer boshqarishning katta deb angladik. Yer Yerbakçısının geldi, Sot'nun geldi, Çingenber'nin geldi, Çingenber'nin geldi, onu gel kıskızışı darısının geldi, büyük kıskızışının ki, öyle bir tane ki, Pacarniye'nin geldi, koyucunun etken tutup sokağa, koyucun salına kulağını da para öyle bir tane, kızı veren kulağını tutup, otursan da kızı veren, otursun İskender, oyan 58. sıkılgan hükümet, gelgen dinçin, ama kızı veren tutup, otursan da sen mesela kısalar bulardı, ben bir razı kılmam senden bir oyan tutursam da, oysa desem sonraki okulumdan edip karşısında, bayağı tutuğum ne bu noktasındaydı param. Undan keyin o yeringizni shu ishkirdan kelgan Xitoylarga beraman degan, shu Şuraqı demek kimki berdene şuraqı derdi qana. shu hammangiz chiqmas sizga o'xshashsa ham uchirgan oilalar. O cıkkumandı nefsi bağlılığı bir kız var, üç kız var degan, şey kıttı, jığlıtıp, öyle bir satlarını var, hemmeli biz kimisi degen, resvayını çıkardık o kanem degenlik bir kız alını mı? Atanısı mı yok ki onunki ya, atanısı mı yok ki, dadısı verip ketken ki, onısı verip ketken ki, birini joyluk yeregen ki, bir akısına kağalığı hiç kaysığı vermegen ki, o kızanın otakı güldürülüp oturuplamış maşinağı biz kötek hemmelerisi maşinağı biz öydüğünü varsız sındırıpmış, karıp hemmelimin degen bir kayfağı eker tuğum. Öyle maşın sosyalist
cemiyet bozdum açını kıskan. Oylap yetsin. Kapitalist cemiyet bunda bulmagan bu. Özümüz işlep bir oran digen ağaz aşında yerden aşağı kıskanda oldu. Men onu digen 500-600 uşuğrak nersileri var diyesin içinde karam. Ne içilerini satattım, oylap yetsin iz olsun. O qanchalik mevchi satattınız yılda? Şimdi digen mevçilesin digen bulma digen olmasını satattım içeri. Alma vakti, ırık vakti, malina vakti, onun içi digen klasla vakti, nemi vakti, çınalla vakti, oylap yetsin dağ darakları vakti. Kuşak yetsin gibi, karıya kaçtım gibi. Onda ciyon tutkesin, karıya kaçtım vakti çığırırdı. Hemimiz ne kadar çıkıverdi mi? Bütünley çıkıverdi. Bütünley çıkıverdi. Sındırıp sakıverdi. Siz kaya turvatsınız hazır? Dışarıdan olan ayol oylap bir tokumadan bir ziyanmış etsem, bir asandan bir ziyanmış etsem, şimdi hiç bir erzikli ben de erziyat çıkamadı var, ben erzimim kubul kılma diyeyim ana. Nasıl kırdım erzikli ben de şehirde kırdım erzikli sen erziyat çıkam kubul kılmayım Allah dedi, kubul kılmayım da erzi olsa dedi. Otladım şey olma kendim. Boktu hükümet patlagan dikin, hükümet alsın boktu beni. Kapıya bastık çıkanatken dikin dedim şey. Değer bütün kanal baktı onun kanda oldu ki, bir Uygur ayağının mı var? Kaç gün kıyıktık, bir gün 5-6 gün aldırma. Şarkılarımı dokmuştum birisinin ha. 70-80 çok 100 yıl boğan Kur'an'ı başta kılattı. 100 yıl boğan Kur'an'ı başta kılattı. Ama türlü azıcık veren koçana. Şarkıları kesama köz. Hemen kendine. Hani malum başı yıkmadı dedim. Bir resmi aldırmadım ama kötü izade tarafını gidin çekulattı. Aldırmışlar bir keptik oturatır basanlar közler. Keptik oturatır. Çok o şey öyle saplarına öyle tam işkap diyen varası sındır çiğnep kaça işimiz kalmay uğraşacak işimiz kalmay nuri tuttu. İtöte izade ettir sanlarınız rüsa avuzla şeref memleklerim aşağı kıldı. Gelen bilenlerin kötek başı kural tutukallarının hemmesi min bağlar diyen tutuklan etrafı sulakla kağanınızdan uşak çekme hemen uğraşacak işimizi koymadı o. Korallık geldiken de bula ha? Korallık geldi, Lekçiyanın korallık geldi o. Kurallı o 100 adam tutuyorlar hemen korşav ilip hiç kimle kirgezmeyle bir nakba. Başlarlık kıldı o, müştahane kim başlarlık kıldı o. Hiç kimle kirgezme. Kırıktan adamlar kırıkken çıkıyken onlarda kilo korkaktakiler vurup çıkarıydık olanı. İşte isim tutturuşun gomin aç ciddi kız etmağım edet geçenler ki bir kızım bir o tük etkili. Aç kızım çiğkıracıklar isim vaktına. Şunu olar etketlik. Kolum koşularının dolardan ilişkisi verip, ona verip, çünkü resim kitası ulanın telefon bir tatili, telefon paranlaşsa, telefon paranlaşsa kereyden kızım. Resim kitasında ulanın urup başta teşhirip, yani aşağı ülkülüyor teşhirip kuttu. Ve ulanın bilmeyin olmuş kızım başındaydı. Nayt, mahbeyi pervitipti da bulanın sırtın yuşurun ha? Şu onlarmış diyen, şükün diyen, şurada ağırıp gittik diyen, 15-20 gün diyen, ben çıktım, kalbısınlarım böyle, tağlarım böyle, başladım ki. Aynen şerifnalik insanlar cihettim da işte diyen, bir yitim kızın kilim çiğkırtıp eketken, yitim kız açtığını zaten bilip ketken, anısını bilip ketken, tüyt balıkken, 3-6 saatte bir kızken tüyt balınken başta kıldık. Ya şu yapmam şimdi akıldığım bugün bir hafta oldu bana. Bugün bir hafta oldu aşağımak başta kız camdan spot turardı aşağık bana. Şu dağıtmağı 4. ayda adayın o kıçsızlık dağıtından o şey yapalım ki bana. Aşağımak başta kıldı o. Öyle camdan spot turardı aşağı tam pişkap diyen varak satısında kesanlar diyen körüsten. Şu zımlar diyen nek sındırıp yine kuşak etmeden şu nimelerim karıya kaçlarım sındırıp etken o diyen nime yasaklaydıgan nime olayken o yasaklaydıgan nime diyen Bulutlardan halkıgan Tulpar namlıq kitabını yazgan Kanadalıq yazğıcı Robert Xitay tajavuzçılarının taraqqiyat rayonu quruş bahanasida Qashqar və G'ulji qatarlıq qadimiy shaharlarni cheqiyotganligidek taktikini ayni chaqda Napoleonning Parijni ishg'ol qilishda ishlatgan taktikasi bilan o'xshash deb yozgan. Robertning qarashicha, shahar qurilishini kengaytirish mustamlikachilarning shaharlarni muasir qilishni tanlagan o'ng'ay yo'li bo'lib, agar o'z mustamlika rayonlarida hukumatga qarshi isyonlar va partizanlik harakatlari sodir bo'lganda, tajovuzchi armiya qismlari va tanklarning shaharga bemalol kirishiga qulaylik bo'ladi ekan. Napoleon ayni chaqda Parijni ishg'ol qilishda qo'llangan bu shahar qurilishini kengaytirish taktikasini keyin Fransiya, Aljeriya va Tunisni besib olgandimi qo'llangan.
Mustamlikachilar har vaqt mustamlika taktikalarni o'zaro sheriklashib kelgan. Xitoy tajovuzchilari taraqqiyot rayoni barpo qilish, g'arbni ichish va shahar qurilishini kengaytirish degandek chiroyli yog'lama so'zlar bilan birinchi sanjaq Uyg'ur mahallarini yo'q qildi. Ikkinchi temir yo'l qurilishi ilib berish orqali Sharq Turkistonga ko'chman yo'tkaydi. Suyumlik Uyg'ur mahallari Xitoy oqqonlarining sadichindan halqib vatanimizga yamrab ketishini mudofaa qiladigan po'lat qo'rg'on. Xitoy tajovuzchilari Tibet, Uyg'ur va Mo'ng'ullarga qaratgan mustamlika siyosati ichida ishki Mo'ng'ulni mustamlika qilish usulini butun Xitoyga ulga deb qaraydi. Chunki Xitoy tajovuzchilari ishki Mo'ng'uldagi tabiiy yayloqlarni vayron qilish orqali ishki Mo'ng'ulda intayin xatarlik muhit bulg'inishini keltirib chiqarish badaliga sonsizlagan Xitoy oqqonlarini ishki Mo'ng'ulga yo'tkab chiqishda muvaffaqiyat qozongan. Hozir ishki Mo'ng'uldagi har qaysi shaharlarda aran 17% Mo'ng'ul, qolgan 83% nopos Xitoy ishkanligi ma'lum. Texi ishki Mo'ng'ulning Ko'kxot shahrida Mo'ng'ul noposi aran 10% ga tushib qolgan. 5 fevral G'ulji inqilobining qahramon shehidlaridan Abduxalil Abdumajid, Tursun Salay, Abdusalom Qorin, İbrahim İsmail, Abduvali Ababakri va biz egallashga muvaffaq bo'lolmagan nurg'unlagan qahramon Uyg'ur shehidlarini mana mushu suyumlik Uyg'ur mahallari yetishtirgan. Xitoy tajovuzchilari ularning orqasidan terrorchi deb qo'g'lab kelganda xuddi yerling toshimdek yerilib ularni o'z qo'yniga olgan. 1998 yili 26 iyun 3 to'qinishida shehid bo'lgan Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'loni qahramon shehid Tursun Salayni ayni chog'da Uyg'ur mahallarining qandoq qo'yniga olganligi haqida hozir Kanadada yashayotgan shehid Tursun Salayning qayni inisi Toyir Majid mundoq deydi. Yana bir narsa var mı yerda ta'kidlashga tegishli. Shu chaqda hamda Xitoyning vaziyati shunda qattiq bo'pmi bu 5 fevral vaqasi bo'lgandan keyin Tursun Salay Abduxalil Majidlarni qattiq tutib ketdi. Ama aqlimning hayron qoldigan bir yeri qattiq qurolliq askar, qurolliq soqchi Türkümlep yütkide olacaq. Şunaq bu. Aşındaq ahval astida 1997 yıldan 1998 yılı şehit bo'lgan qadar bo'lgan orliqda Tursun Salayni tapamadı saqchi. Bu tapamaganligi sizningcha bo'lgan vaqtida ya ular bilsimi, bilmaskisi buning nega bordiganliklari, kim bil ko'rishadiganliklari, shunday o'ziga tushish orqali yan nurg'un odamlarni to'g'ri tushirish uchun maqsadmidi ya haqiqatan tapamadimi? Küçük aciz kelib qaldimi yoki xalq bu Tursun Salayga chiqib bir yilga yaqin oraliqda panolik berdimi? Siz qanday deb tushunsiz? Tursun akam endi boshda tutilgan vaqtida tutilib 40 kunda chiqqan. Chiqqan jarayonda qattiq qiyin qistab chiqib ekan. Qon chiqib ekan. Shuning bilan bu saramning bu Tursun akam to'y qilib bir shikayat o'tganda tutilib ketganda Şuna olan bu Tursun akam o'tiribdi bir oy uyda yaxshi kutinib, mang'alg'idek bo'lgandan keyin uydan chiqib, ma'lum vaqt endi men İbrahim İsmailni izlayapman degandek holat yuzdi. Keyin biroqla hukumatning to'g'ridan qochib ketdi. O'tiribdi shu qochib yurgan vaqtlarning o'zida sizning savolingizga hozirgi javob shu keng xalq ommasi Tursun akamni qo'yniga oldi. Yushudi, qo'lladi, quvvatladi. Ana vatan senin takdir. Muvaffaqiyat insonga ko'p narsalarni o'rgatilmasligi mumkin. Ammo mag'lubiyat ko'p narsalarni o'rgatadi. Gerçi 5 fevral G'ulji inqilobini Xitoy tajovuzchilari darajadan tashqari harbiy kuchi orqali mag'lub qilgan bo'lsa-mu, ammo bu inqilob ilib kelgan ochiq tajriba savoqlar mangu o'lmaydi. G'ulji mahallari 5 fevral G'ulji inqilobidan iborat milliy, diniy va ruhiy uyg'unish harakatini barpo qilgan yildiz.
Men kim degan savol ostida o'z-o'zini izlash, o'z-o'zini silkish ro'yini yetildirgan mashhur mashrat faoliyati ana shu G'ulji mahallalarida tug'ilgan, tavlangan va partilgan. Nozugum sadırlar izleri kalgan Panasiyet yoksulliğe bağrıga algan Panasiyet yoksulliğe bağrıga algan Şerçi kazançı kötü kaldırır Güzel yurtum kol didek makamım tursa Dönmelen ağırçı aydın ve günçi Güzel yurtum kol didek makamım tursa Dönmelen ağırçı aydın ve günçi Güzel yurtum kol didek makamım tursa Makamım tursa Vatanım tursa Vaqt münasebeti bilan 5 fevral arxivlarining 13 qismi mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qismda ko'rishaylik. Xayr bo'lsin. Ne gerek men üçün şifayu zemzem Ecrimge dilim diye belgin başı der Ecrimge dilim diye belgin başı der Herem bağışlar vaz yeni hayatı Gulcidek rem güzar makamil tursa Ne gerek men üçün alkış mediye Ciliyiz, turpayız, altın gazine Ne gerek hatta ki tacı tekte Güzel yurdum ol didek makamim tursa Ne gerek hatta ki tacı tekte Güzel yurdum ol didek makamim tursa Makamim tursa Vatanım tursa Makamim tursa Vatanım tursa G'ulcidek hem güzel makamim